Tak bolalar bu akkaunt ko'rmasanglar bo'lmaydi. Akkaunt ichida 5 ta ultimate kostyum bor ekan, bitta X-Suite, второй kostyum, ledni kostyumlar bor, shunga o'xshash oldiviy kostyumlar bor. Bu akkaunt to'liq narxi, to'liq obzori Telegram kanalida bo'ladi. O'tinglar tanishib chiqishingiz mumkin. Emosiyalarni ko'rib olsanglar, просто imba akkaunt ekan. Tak bu akkaunt shaxsan o'zimga tegishli, bemalol o'zimdan sotib olishingiz mumkin. Toshkent shahri bo'ylab, Toshkent viloyati bo'ylab ko'rish savdo mavjud. Bu akkaunt variantga ham beriladi. Akkaunt ichida ikkita Lotus Emira bor. Ko'rib turibsizlar. Fiolet bor ekan, mana bu yashil rangdan bor ekan. Emotsiyalarni o'zingiz ko'rib turibsizlar, jerda emotsiyalar. Bu yerga o'tamiz. Bitta material bor ekan, akkaunt ichida soch face ochilmagan, o'zingizlar ochib olishingiz mumkin. Akkauntni yangi kelgan avug bor. Ledning 7-level. Tez o'tib ketaman, chunki to'liq obzorni Telegram kanalidan topishingiz mumkin. 45 UP45 5-level, AVM 2-level. Turnirlarning eng yoqtirgan orujasi nima deyotganini ko'ryapsizlarmi? Просто bomba. 2-level ekan. Tak Akem Karek to'g'riman. Ledning Karek 2-level. Yangi kelgan 416 qirmizi 4-level, P90 3-level ekan, yangi kelgan avug 1-level ochib qo'yilgan. Tak bolalar bu akkaunt to'liq narxi obzori Telegram kanalida bo'ladi. O'tinglar tanishib chiqishingiz mumkin. Akkaunt ichida X-Suite Dravion bor, 3-level, 4-level qo'yishingiz mumkin. Uncha ko'p pul ketmaydi deb o'ylayman. Qisqacha obzor shundan iborat edi. O'tinglar bemalol Telegramga kirib tanishib chiqishingiz mumkin.